Qizajonlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tezmisizlar? Hozir salat qilishni boshlaymiz. Shuba qilamiz, patshuba. Hop, bu yerda kartoshkani, 2 dona kartoshkani qaynatib, qirg'ich mayda ichidan chiqarib olganman. Bu yerda 2 dona qizil sabzi, kichkina qizil sabzi. Agar sabzilar katta bo'lsa, bitta qilsanglar ham yetadi. 4-5 ta tuxumni katta kichikligiga qarab qaynatilgan tuxum. Buni ham mayda qilishdan chiqarib olganman, mana ko'rishingiz mumkin. 4 ta Lovlagi bilan zo'r ketadi bu salat. Uni ham mayda qilishdan chiqarib oldim. Ranglari qip-qizil sochniy bo'lib chiqqan. Xo'p, keyin salatimizning asosi, yuragi desam ham bo'ladi. Bu yerda mana shuba deb selyotka. Mayda qilib to'g'rab olganman. Mana shunaqa idishga solamiz, qolipga, ya'ni tagiga oddiy pishiriqlarni joyida sotilib, konditorlarning narsasini oladigan joylarda sotadi. Mana shu adashmasam 5000. Mana bunaqa qolip, kichkintakina qolip. Razmerini hozir so'raysizlar, shuning uchun bittada yetib ketyapman. Mana meni qarichimda to'lmadi. Bu degani bir 18 sm atrofida. Birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Men har doim birinchi bo'lib kartoshkani 2 ga bo'lib sovalaman. Kartoshkani teng o'rtasidan bo'lamiz. Yarim qismini solamiz, yarim qismini orasiga baliq qo'yib, shunda baliq bilan kartoshka yaxshi chiqishadi. Mana kartoshkani soldim. Nomiga tekislab, ustidan baliq sovoramiz, hammasini bittada. Kartoshkani yarmini tekislab oldim. Endi baliqni hammasini sovoramiz ustidan. Iloji boricha maydaroq to'ragan bo'lishi kerak. Buni ham tekislaymiz. Keyin kartoshkani ikkinchi qismi. Bu porsiya bilan 5-6 kishiga yetkazsa bo'ladi. Xohishga ko'ra siz sabzavotlarning sonini ko'paytirishingiz mumkin. Mana tekislab oldim. Endi kartoshkamizning yarmini qo'yib olib sovoramiz ichiga. Endi tekislab olamiz buni ham. Ana endi buni ustidan keyin mayonez qilishni boshlaymiz. Mayonez, sabzavot qilib davom ettiramiz. Chiroyli qilib tekislab oldik. Yetadi. Mayonez qo'yamiz ustiga. Endi tekislab olamiz. Endi ustidan nomiga tuz sepamiz. Sabzavotlar o'zi lekin tuzli suvda qaynagan, baribir kamlik qilish mumkin. Nomiga sepib yuboramiz ustidan. Endi qaynatilgan sabzini solamiz hammasini. Buni ham tekislab, yana ustidan mayonez va tuz sepamiz. Mayda qirg'ich ichidan chiqarsanglar, juda ham yeyishli, og'izda erib ketadigan bo'ladi. Chaynamasdan yutsa ham bo'ladi. Endi yana mayonez. Yana tekislaymiz. Endi ustidan tuxumni solamiz. Tuxumni ham baravariga hammasini solamiz. Endi ustini yaxshilab tekislab olamiz.
Ko'pchilik e'tibor berishingiz mumkin. Hozir men bu yerda sarig'ini ham va oqini ham qirg'ichdan chiqazib yuborganman. Ko'pchilik sarig'idan bitta yo ikkita ustiga chiroyli dekor qilish uchun olib qo'yishadi. Men bu safar unaqa olmadim. Agar sizlar xohlasanglar olib qo'ysanglar bo'ladi. Men buni ustini lovlaga qilganimdan keyin yong'oqni maydalab sepmoqchiman. Shu sababdan olib qolmadim. Yana mayonez qilamiz ustidan. Keyin lovlaga qo'yamiz. Ana endi lovlagini 3 dan 1 qismini sovib olamiz. Nimaga hammasini solmayapman? Hozir oxirida tushunib olasizlar. Mana 3 dan 1 qismini soldim. Shuni nomiga tekislab mayonez surib tuz sepamiz va u yog'ini videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Mana tekislab chiroyli qilib surib oldim. Yaxshilab ish qilasanglar lovlagini qizil rangi mayonez bilan aralashadi-da, yana ham chiroylilashadi. Mana endi eng nozik jarayon. Tarelkani o'zingiz xohlagan tarelkangizni qolip kattaligi ichiga tushishi kerak. Mana shunday bosamiz, ikkita anaqani ushlaymiz. Patnisni va ustiga tarelkani ushab, ehtiyotkorlik bilan ag'daramiz. Ag'dardik. Qo'yamiz va ustiga yaxshilab uramiz. Ana. Ustini biroz tekislab olamiz. Bu yoq tomoniga mayonez qilamiz va tuz sepamiz. Mayonez qilindi. Ana endi tuz sepamiz. Ana endi lovlagini mana shuncha lovlagi qolgan edi. Endi shuni solamiz. Bu jarayonni yaxshi tushungandirsizlar qizlar. Lovlagini nimaga men 3 dan 1 qismini orasiga soldim va u yog'ini nimaga olib qoldim. Shunaqa chiroyli qilib xuddi tortga o'xshatib yasatish maqsadida olib qo'ygan edim. Bu majburiy emas. O'zingizning xohishingizga qarab, xolasangiz qavatlarini taxlayotganda hammasini sovorsangiz ham bo'ladi lovlagini. Ana endi yong'oqni qirishdan chiqarib olamiz. Ustiga yirik-yiriklarini olamiz va ustiga qirishdan chiqaramiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Bu go'zallikni qaranglar qizlar. Tayyor bo'ldi. Mana xudo xolisa retseptini joylayman.